Nimaga o'zingiz akkuratni kiyib olgansiz, lekin mashinangiz kir? Turishingiz nech pul? Turishim bebaho. Qoyil. Meni ko'zim birinchi soatingizga tushdi. Soatingiz qancha? Soatim aytsam negativchilar boshlamasin. Mayli, bilsin qanchaligini. Yordam qil, qilmaysanmi, do'qmaysan. Arzon. Narxi. Keyingi savol, mayli. Xo'p, mayli, narxini aytmadi. Bilaveringlar, o'zi shundan juda ham qimmat. Yo'q, qimmat emas. Jiketingizchi? Shirkatim mana arzon, $80. $80 arzona demak. Ichingizdagi xuddi nima futbolkami? Bu qancha? Bu 250 ming so'm. Qayerdan olgansiz buni? Xitoyda. Shimizga o'tsak, shimingiz qancha? Shimimi $110 ga olaman. Bu ham Xitoy. Ha, bu ham original, lekin Xitoyga borgandik. Oyog'ingizdagi obuvingizchi, u qancha? Bu o'zimizning do'konda yaqinda keladi. 300 ming so'mga borish mumkin. O'zi boy bunaqa kelishgan akalar qayerdan kiyinadi? Bu hammasi bizning do'konda 17171 da bor. Arzondan ham arzon, xudo xohlasa narxlar haqida hali yana aytib o'tamiz. Nimaga bu? Boshqa savollarim ham bor sizga. Nima bu? Mikrofon. Yaxshi. Hop. Eng asosiy savol bor. Yana qanaqa savol? Nimaga o'zingiz akkuratni kiyib olgansiz, lekin mashinangiz kir? Mashinami? Mashinani mingani vaqt yo'q. Ishdamiz Xitoyda, O'zbekistonda. Lekin bunaqa akalarga bunaqa kir mashinada yurish yarashmaydi. Bizga hamma yo'q yarashadi. Endi sal boshqacharoq savol beraman. Futbol ko'rib turasizmi? Xo'p. Realmi, Barsami? Ikkalasi ham emas. Nima uchun? MMA. Demak, Sport. MMA bilan shug'ullanasiz. Albatta. Sevgimi, boylikmi? Bizgami? Sevgi. Sevgini pul bilan sotib olsa bo'ladimi? Hozirgi zamonda ham o'zimiz aldaymiz va vaqtinchalik. Vaqt o'tganidan keyin kech oladi baribir. Bu soxtada. Haqiqiy emas, soxta bilan. Qog'oz bilan qalb farqi bor. Qog'oz sersa bo'lib yasalyapti, qog'oz g'ijimlasiz, yoqsiz yonadi. Qalb haqiqiy, uni g'ijimlaysizmi, urasizmi, yoqolmaysiz. Hali bitta savol bor-ku, birinchi sevgan insoningizni hozir nechta bolasi bor? Wow. Esimda yo'q. Bilmayman ham. Qaysi davrda bo'lgan o'zi? Omon davrlarda. Sevgi muhabbat temasidan yiroqlashamiz endi. BMWmi, Mersmi? O'zi ikkalasi ham o'zini o'rnida yaxshi. Ikkalasini ham olamiz. BMWni ham Mersni ham. Xo'sh. BMWga yoqadiganlari bilan BMWda ko'rishamiz. Mers yoqadiganlari bilan Mersda ko'rishamiz. Hozirgi qizlarga ko'proq qaysi biri yoqyapti? Hozirgi qizlargami? Endi latta bolalar yoqadi hozirgi qizlarga. Mujiklarni eplab bo'lmaydi-yu. Sizga o'zi gibrid muhimmi yoki tezlikmi? Menga natija muhim. Rezultat muhim. Quruq gapda tezligi ham, gibrid ham. Instagramda ko'p videolaringizni ko'rganmiz. Juda ham ko'p gul ko'tarib yurasiz. Egasini qidirib. Shular orqasidan nimaga erishdingiz? Gulmi? Bu PR uchunmi yoki haqiqatdanmi? Gul o'zim yaxshi ko'raman. Gul berib emotsiya. Asha emotsiya, gul bergan odamimdagi emotsiyani qaytarib bo'lmaydigan emotsiyalarni yaxshi ko'raman. O'zi ko'tarib yurgan gullaringizni kimgadir berasizmi? Ha, albatta, singlimga, onamga. Endi har xil odamlar negativ yozib, oq, ko'k, qizil, qora deydi. Lekin kimda o'ylamaydi-da. Mana futbolkalariga qimorda reklama qilib chiqayotgan odamlarni yaxshi fikrlab, yaxshi narsalar yozishyapti. Endi muhimi biz shug'ullanamiz, pul topamiz. Gul ko'tarib yursak, nima qilib qimor o'ynamaymiz-da zato. Gul ko'tarib ham onamizga olib borganimiz yaxshi emasmi? Bizni ko'rib yoshlar bizdan o'rnak olib, gul ko'tarib onasiga olib boradi, singlisiga, ayoliga, qiziga olib boradi. Zato gul misol arzimagan bir 800 ming, $100 bo'lsa, gulning narxi $100 qayerda-yu gul olib onasiga olib borib bergani yoki
50 ming, 60 ming dollarlab qimorga yutkazib, Xbetdan yoki qanaqadir nimalardan tushib qo'ygani qayerda? Ashi yaxshi. Misol ko'pchilik anaqa unday o'ziga investitsiya qilib, zalga chiqib, pul sarflab, 200 dollar sarflagani qayerda-yu? 100 ming dollar qimordan yutkazib qo'ygani qayerda? Bu yog'i ham bor. Lekin kommentariyalarda o'qib qolsak, ko'pchilik xo'p shu gulni ko'z qilmasdan to'g'ri olib borib bersang nima bo'ladi deyshadi. Nima deysiz shularga? Buni bekarchida hayotda hech narsaga erishmagan insonlarning profiliga kirsangiz, fake account bo'ladi, uni na topasiz, na bilasiz, qayerdan ham bilib ham bo'lmaydi ular. Hammasini omadini bersin, u ham o'zicha aqlli, men ham, siz ham, hammamizning yo'limiz o'zimiz bilan, o'zimizning hayotimiz o'zimiz bilan. Akadan seryozni javoblar oldik lekin.